Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz mu'minlar. Oldingi darsimizda ozonni aytib o'tdik. Endi bu darsimizda ana shu ozonni qanday aytishlik tartibini aytib o'tamiz inshaalloh. Ozon vaqtdan oldin aytilsa albatta qaytariladi. Bunda hujjat Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Bilol radhiyallohu anhu vaqtdan oldin ozon aytganlarini qaytarganlar. An ibn Umar أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواية قلنجان حديثة Bilol radhiyallohu anhu bomdod vaqtini, ya'ni o'sha subh chiqishdan oldin ozon aytib qo'ygan ekanlar. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Bilolni yana qaytib ozon aytishligini buyurgan ekanlar. Va shunday degan ekanlar: ogoh bo'l. Albatta odamlar hali yotibdi degan ekanlar. Bu hadisni Imom Abu Dovud rivoyat qilganlar va Imom Bayhaqi ham rivoyat qilganlar. 383-hadis. Har bir jumlani orasini ajratib aytish kerak. Allohu akbar, Allohu akbar masalan, Allohu akbar, Allohu akbar demasdan. Bunda hujjat Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Bilolda mana shunday aytishlikni buyurganlar. An Jabir anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qala li Bilal: "Idza adhanta fatarassal wa idza aqamta fahdur waj'al bayna adhanika wa bayna iqamatika qadra ma yafrughu al-akilu min aklihi wash-sharibu min shurbihi." Agar ozon aytsang ey Bilol dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ozoningni o'rtasini ajratib tarsil qilib aytgin. Ya'ni har bir jumlani o'rtasini. Va agar iqomat aytsang iqomatni tez aytgin. Ozoning bilan iqomatingni o'rtasini, muddatini bir odam, ya'ni ovqat yeyuvchi odam toki ovqatidan yeb bo'lgunigacha yoki bir ichuvchi odam, biror narsani, halol narsani ichuvchi odam toki ichib bo'lganiga qadar ana shu o'rtadan shu muddat bo'lsin dedilar Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Bu hadisni Imom Abu Shayba, Imom Hokim rivoyat qilganlar. 237-hadis. Agar ozonda, ya'ni turib ozonni boshlamoqchi bo'lsa, barmoqlarini quloqiga qo'ymoqlik albatta ma'quldir. Bunda hujjat Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Bilol radhiyallohu anhu ga shunday qilishlikni buyurganlar. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam li Bilal: إذا أذنت فاجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع صوتك. Rasululloh Bilolga dedilar: agar ozon aytmoqchi bo'lsang, ikki barmog'ingni quloqingga qo'ygin, chunki ovozing baland chiqadi dedilar shunday qilsang. Bu hadisni Imom Bayhaqi Kubroga rivoyat qilganlar. 396-hadis. Ozonda lahn qilib aytishlik mumkin emas. Lahn degani qo'shiq qilib birinchi harfni ikkinchi harfni o'rtasiga kirgizib va ba'zi harflarni noqis qilib mana shunday qilib aytishlik durust emas. Ozonni aytib o'tganimiz kabi dona-dona qilib aytish kerak. Bunda hujjat ruwiya anna rajulan jaa ila ibn Umar radhiyallohu anhu: إني أحبك في الله. قال ابن عمر: إني أبغضك في الله. قال: لما؟ قال ابن عمر رضي الله عنه: بلغني أنك تغني في آذانك
Bir odam Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumoni oldilariga kelib, "Ey ibn Umar, men sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman" der ekanlar. Shunda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu haliga odamga qarata, "Men seni Alloh uchun yomon ko'raman" der ekanlar. Shunda haliga odam o'zidan o'zi ajablanib, "Nima uchun meni Alloh uchun yomon ko'rasiz? Men sizni axir Alloh uchun yaxshi ko'raman-ku" degan vaqtida Abdulloh ibn Umarning javoblari bu qadar bo'lgan. Sen ana shu ozon aytgan vaqtingda ozoningni qo'shiq qilib yuborganliging menga yetdi. Ya'ni shuni kelib yetkazishdi. Shunday qilmishingni deganlar. Shuning uchun ham ozonni lahn qilmasdan va qo'shiqqa o'xshatib yubormasdan aytmoqlik albatta ma'quldir. Bu hadisni Imom Tabaroniy Kabirda rivoyat qilganlar, 264-hadis, hamda Abdurrazzoq ham rivoyat qilganlar, 481-hadis. Yana Xulosatul Fatvoda bir fatvo kelgan. Xulosatul Fatvo kitobi o'zimizning Hanafiy mazhabidagi bo'lgan eng mashhur mu'tamad kitoblardan hisoblanadi. Harflarni bir-biriga aralashtirib yubormasdan va qo'shiq qilmasdan shu chiroyli ovoz bilan ozon aytishlik mustahab amali deganlar. Agar ovozini bezayman deb qo'shiq qilib yuboradigan bo'lsa, albatta u bo'lmaydi. Oldingi aytib o'tgan hadisimiz hujjat. Ozon aytgan vaqtida ovozini uzaytirib, baqirib aytish kerak. Mubolag'a qilib. Chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislari bor. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam: "La yasma'u madda sawtil muazzini jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah." Suyukli zot Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam deyaptilar. Muazzinni baqirgan ovozini cho'zganini biron bir insonmi yoki bir jinmi yo bu ikkisidan boshqa narsalarmi agar eshitadigan bo'lsa, ya'ni albatta eshitadi, qiyomat kunida guvohlik beradi dedilar. Shuning uchun ham muazzin ovozini baland qilib cho'zib aytmoqligi albatta shartdir. Bu hadisni Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi rivoyat qilganlar, 74-hadis. Hamda Imom Nasoiy va Ahmadlar ham rivoyat qilishgan. Agar bomdod namoziga bo'ladigan bo'lsa, as-solatu khayrun minan nawmni ziyoda qilib aytmoqligi mustahab amali. Chunki bunda dalil Oysha onamiz buyuk sharifa radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadis. An Aisha radhiyallohu anha jaa Bilal yu'dhinuhu bis-salati as-subh fawajadahu na'iman faqala as-salatu khayrun min an-nawm fa'uqirrat fi adanihi. Onamiz aytibdilarki, Bilal radhiyallohu anhu bomdod namozida ozon aytishlikni ruxsat so'ramoqlik uchun payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning oldilariga kelgan ekanlar. Rasululloh uxlab qolgan bo'lgan ekanlar shu vaqtda. Rasulullohni uxlagan holatda topgan. Shunda Bilal as-solatu khayrun minan nawm, namoz uyqudan yaxshidir deb aytganlar. Shunda ana shu as-solatu khayrun minan nawm bomdod namozini ozonida muqarrar qilindi deydilar. Bu hadisni Imom Tabaroniy o'zlarining mu'jamlariga rivoyat qilganlar. Boshqa bir rivoyatda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Bilalni as-solatu khayrun minan nawm deganlarini eshitib, "Ma ahsana hada ya Bilal, ij'alhu fi adanika." Qanday chiroyli ya ey Bilal, ana shu as-solatu khayrun minan nawm deganing, uni ana shu ozoningda qilgin, ya'ni ozonda shuni qo'shgin
degan ekanlar. Bu hadisni ham Imom Tabaroniy rivoyat qilganlar. 355 hadis. Yana bir boshqa rivoyatda agar subh namoziga azon aytmoqchi bo'lsang, ana shu as-solatu xoyrun minan nawmni qo'shgin deganlar. Buni ham Imom Tabaroniy mu'jamlariga rivoyat qilganlar. Azonni eshitgan odam muazzinni aytganini aytish kerak. Ya'ni azon aytuvchi odamni aytgan azonini aytish kerak. Faqat hayya alas solah, hayya alal falaka kelgan vaqtida la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim deb aytish kerak. Chunki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam muazzin hayya alas solah, hayya alal falah degan vaqtida la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim deb aytganlar. Bu hadisni Imom Abdurrazzoq rivoyat qilganlar. 478-hadis. Agar bomdod namoziga bo'ladigan bo'lsa, bomdod namozida aytib o'tdik, as-solatu xoyrun minan nawmni qo'shmoqlik afzal. Ana shu muazzin as-solatu xoyrun minan nawmni aytgan vaqtida buni eshitgan odam sadaqta va bararta va bil haqqi nataqta deb aytmoqligi albatta yaxshidir. Yana qaytarib o'tamiz. Sadaqta va bararta va bil haqqi nataqta. Bu hadisni Imom Muslim rahmatullohi alayhi rivoyat qilganlar. 385-hadis. Hamda Nasoiy ham rivoyat qilganlar. 677-hadis. Yana azonni barkamol eshitib bo'lgan odam aytadigan duoni va uning hikmatlarini keyingi darsimizda inshaalloh bayon qilib o'tamiz. La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.